Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, har doimgidek podpisatsiya bosib qo'yasizlar. Bitta moshini like bosishni unutmanglar. Sizlar uchun foydali video chiqarishda davom etamiz. Ko'pchilik kechamiz o'tgan kun gazablok narxlarini chiqarib qo'yganda kommentariya yozgan ekanlar. Bir 3-4-5 kishi gipsablok narxlarini chiqaring aka deganlar uchun sizlar uchun sifatli zo'r joydan gipsabloklarni chiqaramiz. Ubaydulla akani gipsabloklari bo'ladi. Adreslari hamma kishi biladi. Buxoro viloyati Jondor tumani Oydin Mefeyda bo'ladi. Nasib bo'lsa obzor qilib o'tamiz. Bugungi chislomimiz 27-dekabr 2025-yil hafta kuniga shanba bo'ladi. Hammangizni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan barchalaringizni tabriklayman. Xo'sh, shunda boshlaymiz aziz do'stlar. Like'larni bosinglar, iloji bo'lsa videoni o'tkazmasdan tomosha qilasizlar deb niyatdaman. Marhamat, ana video davomida kuzatib borasizlar gipsabloklarimiz. Xo'sh, xalq tilida ko'pincha pina blok ham deyiladi. Mana har xillardan bor. Xohlasangizda razmerlari 20 ga 30 olmish gipsak bloklarimiz bor. Keyin perigradchilar bor. 12 30 olmish razmerdagi ham perigradchilar bor. Ko'rib turibsizlar. Narxlarini ham aytib o'tamiz hammasini. Sifatini ko'pchilik biladi. Kommentariya yozsangiz ham videoni chiqarsam ko'pchilik aytishi mumkin, sifati zo'r. Akamiz bilan 5 yildan beri video qilib boramiz. Narxlarni obzor qilib, kechaki gazablok videomizga yozilgani uchun yana akamizdan bitta chiroyli video qilyapmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Narxlarni aytib o'tamiz sizlar uchun. Xo'sh, xohlasangizlar har xillardan bor. Akamiz bosib qo'yganlar, quruqlari ham bor. Quruqlarni ham aytib o'tamiz. Toza chiqarganlari ham mana bularni bergan bor akadan. Ko'rib turibsizlar, terib qo'yganlar. Zapaska qo'yganlar. Mana. Buyoqlarga ham bor, ko'rib turibsizlar. Xo'sh. Bularni razmerini aytsak, akalar, razmerlari. Ko'pchilik razmerini ayting deydi. Razmeri shu 20, mana shunaqasi 20. Xo'sh, endi 30 bo'ladi. Bunaqasi 30, olmish, uznasi 60 bo'ladi. Mana quruq. Ovozi chiqishini ko'rsa, quruq. Ko'psi barmoq bo'lsin deydi. Mana barmoq bozaman ham izi yo'q. Ko'rib turibsizlar. Ugullari qo'li bilan chotki. Ustakalar hammasi ketgan ekanlar. Kechroq keldim. O'zim obzorni qilib o'taman. Mana shu gipsabloklarimiz. Xo'sh, narxlarga kelsak, narxlari akalar 20 ga 30 olmishliklari 10 ming so'mdan bo'lyapti. Hozir narxini akamiz ko'targan yo'qlar. O'sha narxda bo'lyapti. Shu kecha kunduzidagi narxlar bo'lyapti. Xo'sh, yana bu yerda perigradkaliklar bu. Bular ham shu razmerlarni aytsak 12 30 olmish razmerda perigradchilar. Narxlari 7 ming so'm bo'lyapti. Hozir o'sha narx akamiz narxlarni ko'targanlar. Qancha kerak bo'lsa kelaverasa. Xo'lang perigradkalik bu, xo'lang kattasidan bu. Yana u yoqqa nimalar bu? Latoklar ham bu, latok variantlarni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. O'z dastavkalar kelishilgan narxda bo'ladi. Oladiganlar bo'lsa kelaverasa bemalol. Zapaska ham quritilganlari bor ekan. O'shani aytib o'taman, uji bir to'da bordi, uni sotgan ekanda. Bu yoqqa yana to'dasi turibdi. Bular iyun oyida jazoda bo'lganlar. Tayyor bo'lgan narxlarni ham aytib o'tamiz. Kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Kanal nomidan mana ko'rib turibsizlar, bu yog'i ham tugabdi qarib. Xo'sh, bular narxini 11 ming so'mdan deyaptilar donasi. Bular quruq yozda iyul oyida pishganlar, chiqqanlar. Mana bu yog'i tayyor holatlari. Xo'sh, latoklar mana, xo'sh, latok mana ko'rib turibsizlar, latoklarimiz. Mana shunday. Xo'sh, latoklar qayerlarga bo'ladi? Premichka, terza ustiga, eshikning ustiga, keyin 80% qilsangiz, 80% ustiga ham prama terib ketasizlar. Xo'sh, aplavka qilib, azob ko'rib yurmaysizlar. Mana latoklarimiz, razmerlari buni ham o'sha razmer 20, 30, 60 girdi bo'ladi. Xo'sh, narxiga kelsak, narxi o'sha 10 ming so'm bo'libdi bular ham. Narxlari 10 ming so'mdan ana akalar. Sifatiga gap yo'q. Xo'sh, bular toza chiqqan.
Bular 10 mingdan, bular ham 10 ming, latoklar ham 10 ming, перегородкаlar 7 mingdan bo'lyapti. Xo'sh, qancha xohlasangizlar bor. Mana akamiz terib bosib qo'ygan. Zakaz bilan olalar, zakaz bilan chiqaralar. Xo'sh, quruqlari bor, tayyorlab desangiz ham bemalol. Mana juda ham ko'psizlar. Xo'sh, adresimiz Buxoro viloyati Jondor tuman Oydin qishlog'ida bo'ladi. Jondordan kelsangizlar, Dalmundan o'ngga burilib kelasizlar. Xo'sh, yana xo'sh, azonachilar ko'pchilik so'raydi, sement qancha uriladi deyishlari mumkin. Xo'sh, bulardan shu bitta chiqishiga bir donasiga 1 kilo sement uriladi. 1 kilo. Pat zakaz bersangizlar, yana 1 kilodan qo'shing desa, nasib bo'lsa, uni ham qo'shib beradilar. Keyin pulini kelishasizlar, narxlarni. Sement 2 kilogacha mumkin ekan. Gipsoblok 2 kilogacha mumkin ekan. Standart, hamma 1 kilo uradi. Standart urilgan. Anchadan beri akam ishlatadilar. Ko'pchilik olib ketgan, biron kishi olib nedavoli yo nima bo'lmagan. Hamma rahmat aytayapti. Nasib bo'lsa, kelsangiz ana shunday sizlarga ham chiroyli qilib taxlab beradilar. Zakaz bermoqchi bo'lsangiz 1 kilo yana mumkin, 2 kilogacha mumkin ekan davofga. Narxlarni kelishasizlar, o'ziga narxasi qo'shiladi. Xo'sh, telefon nomerlarini aytib o'tamiz. Mana bu yerga ham qo'yilgan to'z nasib bo'lsa ko'rsatib o'taman. Ekranning pastiga ham qo'yib o'tamiz nomerlarni. 2 ta nomer qo'yamiz, chiroyli qilib. Telegramlari ham bor akamizni, bemalol kelasiz. Mana bu 93lik 080 54 13 Telegram nomerlari ham bor. Rossiyadan, Turkiyadan, Koreyadan chiqsangiz, mana shu nomerga saqlanib qilsangiz Telegram bor. Mana ikkinchisi 93lik 141 81 28. Mana shu ikkita nomerlarga aloqaga chiqsangiz bo'ldi. Narxlarni kelishtirib beradilar. Eng arzon, eng sifatli joylarni video qilamiz. Ko'p 4-5 yildan beri akamiz bilan birga ishlaymiz, video qilamiz. Xo'sh, kommentariya akalarimiz ham yozib qo'ysalar kerak. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Shuni qilib, videomizni yakunlaymiz. Xo'sh, 2025-yil 27-dekabr yilning oxirgi videosini qilamiz akamiz bilan. Xo'sh, kecha kunduzgi narxlar endi nasib bo'lsa 2026-yil yanvardan va fevraldan chiqaramiz endi havoga qarab. Narxlari o'zgaradimi, yo'qmi, yo'g'ini haqla olamiz. Shu kecha kunduz narxlar bo'ladi. Shu bilan videomizni ham yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kelgusi videoda uchrashguncha